Haqlikda ustuvor suyanchim o'zing, kasaba uyushmam tayanchim o'zing, har kimga beminnat ko'makchim o'zing, kasaba uyushmam yetakchim o'zing. Что такое профсоюз? Это дело чести, когда все как единый кулак, когда все вместе. Что такое профсоюз? Это главное наше богатство. Профсоюз – это сила единства и братства. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar, bugungi tantanali tadbir ishtirokchilari. Sizlarni yurtimizda keng nishonlanayotgan O'zbekiston kasaba uyushmalariga 120 yil hamda 11 noyabr O'zbekiston kasaba uyushmalari kuni munosabati bilan chin qalbdan muborakbod etamiz. Tantanali dasturimizga xush kelibsizlar. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады вас приветствовать во Дворце культуры «Фархат» на торжественном мероприятии, посвященном 120-летию профсоюзного движения Узбекистана и Дню профсоюзных работников Республики Узбекистан. Добро пожаловать и с праздником вас, дорогие друзья! Bugun biz O'zbekiston kasaba uyushmalari 120 yil xalq bilan birga shiori ostida yurtimiz
kasaba uyushmalari harakatining sharafli yubileyini tantanali ravishda nishonlamoqdamiz. Bu ulug' sanada biz sizning ijtimoiy adolatni ta'minlash, mehnatkash inson huquqlarini himoya qilish va inson kapitali rivojiga qo'shgan beqiyos hissangizni faxr va iftixor bilan yodga olamiz. Сегодня, отмечая юбилей профсоюзного движения Узбекистана под гордым девизом «Профсоюзы Узбекистана 120 лет с народом», мы с гордостью говорим о вашей огромной роли в укреплении социальной справедливости, защите трудовых прав и развитии человеческого капитала. Ayniqsa, mamlakatimiz faxri sanalgan Navoiy kon metallurgiya kombinatidagi kasaba uyushmasi kengashining faoliyati alohida ahamiyatga ega. Kombinat mehnatkashlari uchun munosib ish va dam olish sharoitlarini yaratish, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish, moddiy hamda ma'naviy qo'llab-quvvatlash barobarida amalga oshirilayotgan ishlar bugungi kunda butun tizim uchun namuna bo'lib xizmat qilmoqda. Именно на таком промышленном гиганте, как Наваийский горно-металлургический комбинат, Совет профсоюза работников НГМК занимает особое место. Он является надежной опорой коллектива, помогает решать важные социальные вопросы, объединяет людей и вдохновляет на новые трудовые победы. Endi esa O'zbekiston kasaba uyushmalari kuniga bag'ishlangan bayram konsert dasturini e'tiboringizga havola etamiz. Ну а теперь, дорогие друзья, приглашаем вас насладиться прекрасной концертной программой, подготовленной силами творческих коллективов Дворца культуры «Фархат». Желаем вам приятного просмотра и отличного праздничного кайфията. Marhamat, tinglab tomosha qiling. Xayol uzra tashbihlar xil-xil bir payg'am vasliga talpinar dadil ilhom parisining xush xabaridan sarxush sandig'ochday yayramoqda dil asrab narasini yangroq sasini qadim Xorazmning xazinasini 2,5-3 ming yillar naridan opshlab Avestoda fidasini O'zbek kelayotir tarix qaridan O'zbek kelayotir tarix qaridan O'zbek kelayotir tarix qaridan O'zbek kelayotir Bir qanot alpomish, bir qanot shiroq bir yon alper tunga yengilmas tuproq ot olib mangulik samandaridan to'marislar qalbini yoritgan chiroq dahosining sonsiz mevasi bilan Samarqand Buxoro hevasi bilan qancha tosh bitekning uyiq bag'ridan shoshga tengdosh bo'lgan shevasi bilan O'zbek kelayotir tarix qaridan O'zbek kelayotir tarix qaridan O'zbek kelayotir tarix qaridan O'zbek kelayotir yo'l bo'shat dillarda muzlagan armon
yo'l bo'shat mensimay xor qilgan nodon, yana 1000 yillikning tong otaridan. Yo'l bo'shat zamona, yo'l bo'shat jahon, o'zbek kelayotir tarix qa'ridan. O'zbek kelayotir, o'zbek kelayotir, tarix qa'ridan. O'zbek kelayotir, 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 o'zbek kelayotir. Sharoqli husningizga, sharoqli husningizga nechani parvona qilgansiz. Firovutida kiydirmoq yo'lini yaxshi bilgansiz. Sharoqli husningizga nechani parvona qilgansiz. Firovutida kiydirmoq yo'lini yaxshi bilgansiz. Agar kendi tamosi o'qiganingiz birlane janob, muhabbat daftarini avvaliga siz bitirgansiz. Agar kendi tamosi o'qiganingiz birlane janob, muhabbat daftarini avvaliga siz bitirgansiz. Nazokatda qadingiz naqliga taqsin o'qirshan shoh. Agar bobu yeramning tulvidan dunyoga kelgansiz. Nazokatda qadingiz naqliga taqsin o'qirshan shoh. Agar bobu yeramning tulvidan dunyoga kelgansiz. Hamma janodalar, hamma janodalar gulshan gulidan kelsa dunyoga. Sin taxtiga sultonlik uchun nurdan yaralgansiz. Hamma janonalar gulshan gulidan kelsa dunyoga. Sin taxtiga sultonlik uchun nurdan yaralgansiz. Siz tikilgansiz. Xumoli gulxani ichina qadru qimmatingiz shu. Ana mahbublar bir tomonga siz tikilgansiz. Yetaysizday paridan kecha kunduz shu xirod etmay. Dilini saydi turga bir qara ohista kulgansiz. Yetaysizday paridan kecha kunduz shu xirod etmay.
sayti turga bir qara ohista kulgapsiz voy go'ya Cause I can see the sun light up the sky. So I hit the road in overdrive. Baby, I look around me. The city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. And I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. And I said, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I trust. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I trust. You're the one I trust. You're the one I trust. Vasiqasi bor endi, Oyxon menga yor endi. Maysaradan osh damlab, shu tun menga zor endi, shu tun menga zor endi. Vasiqasi bor endi, Oyxon menga yor endi. Maysaradan osh damlab, shu tun menga zor endi, shu tun menga zor endi. Oling mulla do'st kalitini kavlab ko'ring hamyonni. Xemir yo'q hamyonda, olmay qo'ying jonimni. Olmay qo'ying jonimni. Oyxon ila har tunda qilasam yallalov, yallalov, yallalov. Hur güleyin deyman, canım berayim deyman. Ah hur güleyin deyman, canım berayim deyman.
Assalomu alaykum. Navoiykon metalurgiya kombinatining ahil mehnatkash jamoasi. Assalomu alaykum kasaba uyushmasi a'zolari. Assalomu alaykum. Endi men nima deyman, hamma bilan salomlashib bo'ldinglar-ku. O'qimagan, mana o'rgan. Ahli o'zbegimga, qaro ko'zligimga, bizni kutganlarga, mehrin tutganlarga, semiz karnaychiga, arriq surnaychiga, qo'li gul oshpazga, xullas kalom bir balandga, bir pastga, hammalaringizga xush kelibsizlar. To'ylar muborak bo'lsin. Qarang-da. O'qigan ekan bu yoq.
Faxriddin bu yerda to'y bo'lmayapti. Ey Timur, 120 yosh. To'y bo'lmasdan nima bu? Ha, unda to'ylar muborak bo'lsin. Maya qaraylar. To'y deganda to'yona nima bo'ldi? To'yga to'yona bilan kelish kerak edi. Albatta, Profsoyuz hamma bayramlarga bizga sovg'a beradimi? Ha, beradi. Ha, faxrli yog'larga beriladimi? Beradi. To'g'ri, kerak bo'lsa moddiy yordam beradi, to'g'rimi? Ha, shunday. To'yona qani? Bor. She'r o'zim yozganman. Bog'ga kirsam maylimi? Gullar tersam maylimi? Profsoyuzchilarni bayram bilan tabriklasam maylimi? Ya mayli Timurjon, mayli-ku, lekin bu she'rni o'tirganlarning hammasi yoddan bilan buni qayerni o'zing yozgansan? Mana Profsoyuzchilar degan joyini yozganman-da. Ya qoyil. Lekin she'r degan mana bunday bo'lish kerak, Timur. Shon u sharaflar bo'lsin kasabamizga. Omon bo'ling doim siz baxtimizga. Bugun bayramingiz muborak bo'lsin. Baxtlar ulashaylik bir-birimizga. Maya qarang. Mana siz she'r tayyorlab kelibsiz, men esa bu o'zbek milliy maqollarimizni o'zgartirib keldim. Mana misol 7 o'lchab bir kes. Bor. 7 o'lchab Profsoyuz aytgan joyda kes. Buning bo'lmaydi. Haqda. Mana buzoqni yugurgani somonxonagacha. Ishchini yugurgani Profsoyuzgacha. Mana zo'r. Tanishing bo'lsa Profsoyuzda, dam olasan любой joyda. Misol uchun Garnakda, Zominda, Yaltada, lekin eng asosiysi Abratni talon olib kelish kerak. Lekin menga zo'rdan kelib qoldi-da. Xo'sh. Profsoyuz bilan obod uying. E'tibor bering, shoir nima demoqchi? Profsoyuz bilan obod uying, gar bo'lsa ul vayrona ham. Profsoyuz qadam qo'ymas ekan, vayronadir mana bunday koshona ham. To'g'ri. Yashak ma'noda. Aytishadi-ku, Profsoyuz yoniga yaqin yursang, kosang oqaradi deyishadi. Ya qoyil, Yozjon. Zo'ri, eng zo'ri. Xo'sh. Profsoyuzchini ko'ngli xodimda, xodimni ko'ngli esa oylikda. Aytdim-da. Yigitlar, uni buni qo'yinglar. Sovg'ani zo'ri menda bor. Xo'sh. Qani, ketdik. Birga! Hay do'stim, ayt nega holing parishon, oyliging kamligi sezilyaptimi? Go'yoki dunyoda birgina sening oyliging kamdek ko'rinyaptimi? Ishingda unum yo'q, abidga pul yo'q. Mehnating og'irligi malol keldimi? Bu ham yetmagandek og'ir kuningda eng yaqin do'sting ham yuz buryaptimi? Siqilma ey do'stim, o'tar bu kun ham. Profsoyuzga ishonsang kelar yaxshi kun ham. Murojaat qilsang topilar iloj ham. Gar Profsoyuzga boqmasang boqmas zamon ham. Sandanam, mandanam, undanam, bundanam, bizdanam, zo'rdanam eng zo'ri Profsoyuz. Kamgayam, ko'pgayam, kengayam, torgayam, yo'qgayam, borga ham borin berar Profsoyuz. Kunda ham, tunda ham, toyda ham, shamda ham, oyda ham, yilda ham yoningda bo'lar Profsoyuz. Sandanam, mandanam, undanam, bundanam, bizdanam, zo'rdanam eng zo'ri Profsoyuz. Kamgayam, ko'pgayam, kengayam, torgayam, yo'qgayam, borgayam borini berar Profsoyuz. Kundayam, tundayam, tongdayam, shomdayam, oydayam, yildayam yonimda bo'lar Profsoyuz. Kreditdan, mipchidan, soliqdan, kontraktdan, hatto sokrasheniyadan qutqarar Profsoyuz.
Jo'raqul, o uyingga o'tsang bo'lmaydimi sen? Uyingga borib so'rasam, chiqib ketdilar dedilar. Ibi o'lsam, endi nima qilaman deb uni qiltirdim men bera. Men ham unaqa nima qilib kelayman? O ko'rinib turibdi, soqolchalarni randalatib, mo'ylabchalarni tarojlatib, o'zing ham yigitchaday bo'lsan-da. Shunaydi. Ey maza, senga maza To'raqul. Voy nimasi maza? Sartaroshga bormaysan. Soqolni qirchillatmaysan. Sartaroshni puli ham yonga qolibdi-da. Bulbul ko'sa bo'lakanda. Endi yomon gapirding lekin. Hay, men sal ana oqiyanimga sen nima qilma. Nima bo'lsa ham bugun bayram. Bu hammaga birday bayram. To'ppa to'g'ri. Yurakka hujur bormi? O hujur deganing nimasi? Hujurni g'ujuri bor. San'atkorning vazifasi ana bu xalqning kayfiyatini ko'tarish kerak. Oha ko'taraylik. O'sha hujur bilan g'ujurni aralashtirib g'ajar qilishimiz kerak. Qani ana qilamiz endi uni? O biz uni nima qilmaymiz? Uni sardobachilar nima qiladi hammasini? Ibi bo'lmasa ana qilaylik endi. Bo'ldi, men chaqiraman. Hey sardobachilar! Kelinglar! Navoiy va ushquduq, ahoy bale. Afsonaday zarafshon, bale. Sahroda ertak misol, ahoy bale. Ochilgan go'zal bo'ston, bale. Ahoy bale. Ahoy bale. Tog' yonidan madanlar, olgan kuchli odamlar. Ahoy bale. Tinch mehnat do'stlik bilan baxtli yashar odamlar. Ahoy bale. Qiziq qum bo'ylab karvon, ahoy bale. O'tganday o'tar zamon, bale. Bugun oltin eshiklar, ahoy bale. Ochilgan davron, bale. Ona yer xazinasi, ahoy bale. Sen uchun O'zbekiston, bale. Ahoy bale. Ahoy bale. mani yor o'ldirsa yo o'ldirsin. Sog'inganda ko'rasaning. Endi mani yor o'ldirsa yo o'ldirsin. Suratimni olib qoling. Endi mani yor o'ldirsa yo o'ldirsin. Endi mani yor o'ldirsa yo o'ldirsin. Qoshi kamon o'ldirsa yo o'ldirsin. Endi mani yor o'ldirsa yo o'ldirsin. Qoshi kamon o'ldirsa yo o'ldirsin. Ahoy bale 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 bale. Ahoy bale 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 bale. Ahoy bale 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 bale. Ahoy bale 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 bale.
Bizni korxonamizda haddan tashqari odam ko'p. Keldi ketdilarni aytmaysizmi? Mashinalarning son sanog'i yo'q. Hamma qayoqqadir shoshadi. Hamma qayoqqadir kechikadi. Hamma yerda sursur, tiqilinch, turniketda navbat kutish. Lekin baribir bu korxonani men yaxshi ko'raman. Korxonamizda ajoyib bir bo'lim bor. Qaysi deysizmi? Albatta kasaba uyushmasi. Unda uchrab turadigan holatlar esa undan-da ajoyib. Assalomu alaykum o'rtoq boshliq. Boshliq emas, rais. Ha, uzr o'rtoq boshliq rais. Bugungi ish tartibingiz xodimlarni qabul qiladigan kun, esizdami? Shunaqami? Ha, bitta kirsin. Assalomu alaykum o'rtoq rais. Alaykum assalom. 2 minut vaqting bor. Nima bir hojat? Yana senmi? Ha, o'rtoq rais. Bilaman sen. Yana yordam puli so'raysan hozir. Bor, chiq, postoyanni senga tekin kasal shu, bor. Ha, o'rtoq rais. Sizga chiqing dedilar, eshitmadingizmi? Tavba qildim, tavba. Bular raisni ko'rdi degandan yo imorat qurgisi keladi, yo dam olgisi keladi, nimadirlar so'ragisi keladi. Nima? Profsoyuz sizlarga oltin baliqchami? Yo qaynar xumchami? Следующийsi kirsin. Ebi, assalomu alaykum rais. Nima gap? 1 minut vaqting bor. Oy, bilasizmi rais? Aytsang bilaman-da. Faqat tez gapir. Ana navbatda qanchasi kutib o'tiribdi? Vaqt yo'q. Bo'ldi raisjon, o'zi unchalik ham ko'p vaqtingizni olmayman. O'zi bir no'xatdagina bir kichkinagina bir iltimoscha bor. O'g'ilcha o'qishni bitirdi. Kontrakt tugadi. Ana sizga katta rahmat rais. O'g'ilcha katta bo'ldi, uylanaman deyapti. Uyni ahvolini qarang. Ana undan keyin o'g'ilchani ishga joylashtirsak. Stop! Manga qarang, chiqing-da endi, bo'ldi, chiqing. Oqay bo'ldi, onajon, ko'p nerishit qilmang. Raisjon, shuni xalq berasiz-a? Bo'ldi, tushundim. Bor, chiq, uylab ko'raman. Rahmat, raisjon, rahmat. 3 soatdan beri mana gitinmaydi. Keyingisi kirsinmi? Qanaqa keyingisi? Obed bo'pti-ku. Qolganini obeddan keyin ko'ramiz. Xo'p bo'ladi. Qolganlarni tushlikdan keyin qabul qiladilar. Obed. Voy, qanaqa obed? Bizning ham gapimiz bor. Bizning ham bir ishli o'rtoq rais. Oy, bir og'izgina gapiraylik, rais. Rais, bu bittagina iltimosim bor edi. Iltimos, rais. Qabul qilishni ayting. Qabul. Mumkin emas dedim-ki, nima tushunmaydi bular? Ha, nima gap, tinchlikmi? Ana ular kiraman deyapti. Ha, mayli, bo'pti, qo'yib yubor. Kirishsin. O'rtoq rais, sizga murojaat uchun emas, rahmat aytish uchun keldik. Sog'ligimizni tiklashda moddiy yordam berganingiz uchun rahmat. Farzandlarimizni kontraktlarini to'lashga yordam berganingiz uchun rahmat. Har yili e'tiboringizda bo'lgan bolalar oromgohlari uchun rahmat. Ha, uylarimizni ta'mirlashga yordam berganingiz uchun rahmat. Sanatoriyalarda dam olishga imkon borligi uchun rahmat. Bo'ldi. Rahmat deyavermanglar. Unaqada familiyam Rahmatov bo'lib ketadi-ku. O'zi familiyam Rahmatov-ku. Shu fursatdan foydalangan holda Farhod Madaniyat saroyining ijodiy va badiiy jamoalari nomidan Navoiy kon metallurgiya kombinati rahbariyatiga, kasaba uyushmasi kengashiga, ishchi xodimlarga ko'rsatgan jonbozliklari uchun, madaniyat uchun, sport uchun, sahna liboslari uchun, dekoratsiyalari uchun, jihozlar uchun, ta'mirlash ishlari uchun, barcha LED ekranlar uchun, oylik uchun va umuman olganda e'tiboringiz markazida bo'lganimiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Zafarlar tilaymiz kasabamizga. Omon bo'ling doim siz baxtimizga. Bugun bayramingiz muborak bo'lsin. Baxtlar ulashaylik bir-birimizga. Aziz do'stlar, bizning bayram uchun maxsus tayyorlangan kichkinagina sovg'amizni qabul qilgaysiz. Marhamat, tort.
Abbo! O't mana bu tomonga. Kim bunga ishonib bu sovg'ani berdi? Azizlar, barchamizga bayram muborak bo'lsin. Ana endi hamma raqsga tushsin. Yur aylanib birga, kelamiz birga. Yoningdan ketgim kelmas, vayda cho'milib opsana tirga. Mast ayladi, sarmast ayladi, mening yurakimga ishqni joyladi. Voy mast ayladi, sarmast ayladi, mening yurakimga ishqni joyladi. Yanaqlaring qip-qizil, dudoqlaring qip-qizil, jinni qilasan boydoq, salin saf qilib so'zil. Yanaqlaring qip-qizil, dudoqlaring qip-qizil, jinni qilasan boydoq, salin saf qilib so'zil. Mast ayladi, sarmast ayladi, mening yurakimga ishqni joyladi. Voy mast ayladi, sarmast ayladi, mening yurakimga ishqni joyladi. Voyda olchagli badam, to'kilinaki dadam, dadam shina joy xura, ko'charasaki dadam. Ey olchagli badam, to'kilinaki dadam, dadam shina joy xura, ko'charasaki dadam. gavhar iforat anbar tu ziboy man bextarin duxtar malhami dil tu oshiqi man tu obro'yu ziyo yor biyo biyo olchaguli bodam to'kilinaki dadam dadam shina joy xura ko'charasaki dadam ey olchaguli bodam to'kilinaki dadam dadam shina joy xura ko'charasaki dadam Aşıklar көп айланған, жолықтың сен қайлардан. Қарай қойсаң таярман, қарамасаң ойранман. Aşıklar көп айланған, жолықтың сен қайлардан. Қарай қойсаң таярман, қарамасаң ойранман. Көрдім қалдым қайраны, бәккер жаннан айяра. Туран қолан бұл селі, жабысқан сен жайраны. Көрдім қалдым қайраны, бәккер жаннан айяра. Туран қолан бұл селі, жабысқан сен жайраны.
ichgan bir kuch bor buyuk, sharafli bir noming bor aytilar ulug'. Sen uchun har jabhada har inson aziz, qay sohada bo'lmagin qadaming qutlug'. Uzoq yo'lga chiqqan karvonsan kasaba, biz uchun himoya qalqonsan kasaba. Zafarlar tilaymiz kasabamizga, omon bo'ling doim siz baxtimizga. Bugungi bayramingiz muborak bo'lsin, baxtlar ulashaylik biz bir-birimizga. Yurtboshim jahon ichra ketar yo'l boshlab, xizmati oltinga teng fidoyi jonlar, yangi O'zbekistonda mardu maydonlar. Sen men uchun do'st, yonma-yonsan kasaba, orzular qanoti imkonsan kasaba. Zafarlar tilaymiz kasabamizga, omon bo'ling doim siz baxtimizga. Bugungi bayramingiz muborak bo'lsin, baxtlar ulashaylik biz bir-birimizga. Kasabamizga, omon bo'ling doim siz baxtimizga. Bugungi bayramingiz muborak bo'lsin, baxtlar ulashaylik biz bir-birimizga. Ana shunday go'zal lahzalarda yana bir bor O'zbekiston kasaba uyushmalariga 120 yil hamda O'zbekiston kasaba uyushmalari kuni bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Barchangizga mustahkam sog'lik, oilaviy xotirjamlik, kelgusi ishlaringizga zafarlar tilaymiz. На этой прекрасной фееричной ноте мы желаем всем крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов. Пусть профсоюзы Узбекистана и впредь остаются надежной опорой каждого трудящегося. С праздником вас, дорогие друзья! Azizlar, hozircha konsert dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi, ammo lekin bayram Imperial restoranida davom etadi. Дорогие друзья, наш праздничный вечер на этом не заканчивается. Мы приглашаем всех вас на прекрасное продолжение нашего праздника в ресторан «Империал». Так сказать, на веселый окшом, за байрамана дастархон, потанцевать под магнитофон. Ko'rishguncha! С праздником вас, дорогие друзья!